Qiblani qanday aniqlaymiz? Oh, yaxshi. Rahmat. Bo'ldi bolalar, kalitni oldim. Ketdik. Yura qolinglar. Mana biz shu yerdamiz. Endi tezroq sohilga borsak qaraydi. Biram ajoyibchi. Bu yoqqa bir qaranglar, bolalar. Qalay ekan? Voy! Subhanalloh. Sohil! Oyijon, biz ham sohilga boraylik. Xo'p, deya qoling, iltimos. Axir endi yetib keldik. Biroz dam olib olaylik. Lekin men hech ham charchamadim. Baribir keyinroq borishni taklif qilaman. Qorong'u tushsin. Sohilda yulduzlar xuddi olmosdek yaraqlab turadi. Subhanalloh. Hanna, qara. Voy! Qani bolalar, bunga tayyormisiz? Unda ketdik. Mana! Tunab qoladigan joyimiz. Chiroyliligini. Voy! Voy, basseyn-ku. Voy! Qoya. Voy! Kattaligini. Rahmat, dada. Ehtiyot bo'ling bolalar. Mana bu yerda basseyn ham bor. Hoy. Kulib turinglar bolalar. Ha, Men ham bir ko'ray. avval narsalarimizni joylashtirib olamiz. Hanna, ko'zingni pirpiratib yuboryapsan. Sizni yaxshi ko'raman, dadajon. Ah? Tayyormisan? Tayyorman. Ha. Qoyil, dada, yana bir marta. Shoshilma, endi Xananing navbati. Yo'q. Qani, bo'la qol. Juda zo'r bo'lar ekan, Xanna. Bo'la qol, hech narsa qilmaydi. Xo'p, lekin men baland sakramayman. Maylimi, dada? Bo'pti. Jindek sakrasang, jindek suv sachraydi, ha? Tayyormisan? Balli qizalog'im. Aha. Voy. Hali shunaqami? O'ziga suv sepamiz bolalar. Qoyil. O, yaxshi, to'p menda. Kimga otay? To'pni kimga otay? Qani. Xo'sh, qani. Yaxshi, Xanna, ilib ol. Qani bolalar, namoz o'qishga tayyorgarlik ko'ramiz. Shom bo'lyapti. Voy, dada, men yana o'ynamoqchi edim. Men ham. Ertalab o'ynaymiz. Yana sohilga boramiz, to'g'rimi? Voy, zo'r. Oyi, dada, namoz o'qiylik unda. Namoz. Shoshmanglar. Qayerda ekan? Nimani qidiryapsiz? Qiblani. Voy, men bilaman. Biz xuddi uydagidek derazadan qarashimiz kerak. Hanna, qibla Ka'ba tomonda, deraza tomonda emas. Lekin biz Ka'bani ko'ra olmaymiz. Nima qilamiz unda? Xo'p, mayli, hech qusi yo'q. Qiblani mobil ilova yordamida ham aniqlab olishimiz mumkin. Qibla qayerdaligini qidiryapsizmi? Barcha tomoshabinlar diqqatiga. Aka-ukalar, opa-singillar, xolalar va amakilar, yiliga atiga 2 marta sodir bo'ladigan noyob hodisaga e'tibor bering. Bu bugun sodir bo'lmoqda. Bugun mahalliy vaqt bilan kechki soat 17:50 da Quyosh Ka'baning qoq tepasida bo'ladi. Keling, qiblamiz yo'nalishini tekshirib ko'ramiz. Ayni muddao, ha? Endi nima qidiryapsiz, dada? Qibla tomonni aniqlash uchun bizga uzunchoq nimadir kerak bo'ladi. Sizga o'zim yordam beraman, dadajon. Yaxshi, kelinglar unda.
Allohning bizga inoyati bu. Yilda 2 bor sodir bo'lar. Musulmonlar o'z qiblasin topib, mudom to'g'ri tomon yuzlanar. Allohning bizga inoyati bu, yilda 2 bor bo'lar sodir. Aniq, oson va juda sodda, ko'ring egam nelarga qodir. Keling bo'lib olamiz. Qay tomonda qiblamiz? Namoz ado etmoqchun Ka'ba tomon yuzlanamiz. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Voy, yo'q, yomg'ir yog'yapti. Endi sohilga bora olmaymiz bu. Hoy, hammasi joyida. Yomg'irdan so'ng osmon musaffo bo'ladi. Bulutlarsiz yulduzlarni ham yaxshiroq ko'ra olamiz. Haya, esingizdami? Yomg'ir payti nima qilgan yaxshiroq? Duo. Allohim shu yomg'ir naf keltirsin. Amin. Dada. Ha? Esingizdami? Qiblani topish uchun quyoshga qaragandik, to'g'rimi? Agar quyosh bo'lmasa nima bo'ladi? Qiblani qanday topish mumkin? Ha, sizlarga buni kechqurun ko'rsataman. Lekin men hozir bilmoqchiman. Keyinroq ko'rsataman, xo'pmi? Voy! Umar, ketdik. Hozir. Amin. Voy! Ha? Topdim. Dada, endi ayting. Quyosh bo'lmasa qiblani qanday topamiz? O'zing nima deb o'ylaysan? Daraxtlarga qarabmi? Yo'q. Suvni o'lchabmi? Yo'q. Baliqqa, oyga, qisqichbaqaga topdim. Yo'q, Xana. Javobi qanday, dada? Iltimos, ayta qoling. Javobi yulduzlar. Yulduzlar? Biz yulduzlar yordamida ham qiblani aniqlay olamiz. Qanday qilib? Aytib bering, dada. Cho'mich yulduzlar turkumiga qarab. Cho'mich yulduzlar turkumi ajib, nur taratar, hamisha yorqin. Musulmonlar o'z qiblasin topib, mudom to'g'ri tomon yuzlanar. Ketma-ket 3 yorqin yulduz, xayoliy chiziqlar tutashdir. Ana qo'zg'almas qutub yulduz, Allohning mo'jizasi tengsiz. Keling bilib olamiz. Qay tomonda qiblamiz? Namoz ado etmoqchun Ka'ba tomon yuzlanamiz. Voy! Yulduzlarga qarab ham qiblani topa olarkanmiz-da, a? Alloh buyuk. Biz qayerda bo'lmaylik, mo'jizasi quyosh va yulduzlar yordamida qiblani osongina topib olishimiz mumkin. Subhanalloh. Shunday qilib, hammamiz dunyoning turli joylarida yashasak ham, har bir musulmon faqat qibla tomonga qaraydi. U esa Ka'ba! Barakalla, Umar. Sen ham uxlay qol endi. Qani ketdik.
Xo'p bo'ladi.